Man qayerdan bilay nimaga chiqarib o'rayotganini? Man qayerdan bilay? Koreys tilidagi bu ifodani hamma ishlata oladi. Man qatdan bilay. Buni so'zma-so'z na odiso ara deb tarjima qilmaymiz. Balki na ottoki ara. Na ottoki ara. Bu ifoda qachonki biror narsani bilmaganingizda yoki bilmaganlikka olganingizda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Faqat buni hissiyotga berilib, emotsiyalar bilan ishlatish kerak. Misol uchun, Nega Rebel School o'quvchilari bunchalik tez ko'payib ketyapti? man qayerdan bilay? Qayerdan bilay? Balki ta'lim tizimi yaxshiligi uchundir. Ketma-ket 3 ta vazifa tashlamagan o'quvchilar nimaga chiqarib yuborilyapti? Man qayerdan bilay nimaga chiqarib o'rayotganini? Man qayerdan bilay? O'zi do'stlar, xafa bo'lmanglar-ku. Mana shunaqa odamlar o'zini muammosini hal qila olmay, shu boshqalarga olib chiqib, boshqalarga gapirtirgisi keladi-da. O'zi hal qila olmaydi. Shunaqa odamlar so'rab ko'ring-da. Uylanganmikan? Biror oliy ta'limni bitirganmikan? Qo'lida kasb hunari bormi? Hech bo'lmasa boksga borganmi? Yo'q. Nima xurriga yotadi bo'lmasa? Man qayerdan bilay? Ana, xuddi shunaqa. Faqat man qayerdan bilay deb xuddi aldayotganing bilinmaydigandek ta'sirliroq gapirishing kerak. Mashq qilib ko'r.